Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Bekxan do'stlar. Xo'p do'stlar, biz bugungi videoda yana o'sha yangi serverdan noldan tez ko'tarilish haqida video olamiz. Mana qaranglar, uje yangilanish uje boshlab yuborishgan. Mana oddiy anusini qishki sezonga aylantirishibdi. Xo'p, ovozlari ham qanaqadir boshqacha bo'libdi. Kalugaga kiramiz. To'xtalar, men parol ko'rsatmay. Xo'p, men yangi semiga qo'shildim. 300 ming pulim bor. Xo'p, hozir nima qilamiz? Hozir hali ham 4 level ekanman. Yana 6 ta ochko yetmayapti. 6 ta ochko yig'ib olsam shu. Mana bonus case, bamja case. Mana shuni ochib olaylik. Xo'p do'stlar, men bugungi videoda yangi semiyaga qo'shildim. O'shani ko'rsataman sizlarga. Tanish odamning semiyasi. Keyin yangi mashinalar oldim. 2 ta. O'tgan safar 500 mingga musor olib yeb qo'ygandim. Musor priori oldim 500 mingga uxlatib ketishdi. Keyin xullas normalniy uni sotmasdan abmen qilib normalniy pul ko'tarib oldim. Ko'ramiz unda nima tushadi. Niva. Yomon emas. Normal, chutki. Xo'p, chuma bu yoqdan yana kesib berdim. Yana kesib berdi. To'ta bugungi kunim omadli boshlandimi deyman-da. Pul qancha? Yomon emas, bo'ladi. Normal. Xo'p do'stlar, sizlarga bu semiyani ko'rsatadigan bo'lsam, bu semiya nima edi? Uzbek Farm. Kaluga serveridagi Uzbek Farm. Buni egasi Hasanboy bo'ladi va nihoyat semiyalarga qo'shilib oldim bir amallab. Qancha? 30 million full kuchaytirilganmi tushunmadim. Yo'q, chalasi bor ekan. Ozgina chalasi bor ekan, lekin asosiy kerakli narsalari full kuchaytirilgan ekan. Normalniy, chutki. Semiya normalniy kuchaytirilgan. Xo'p, semiya mana Hasanboy ham o'zini o'rtalari, jigarlari balakat. Men hali ham birinchi o'rinda yotibman. Rang ko'tarib olishim kerak bir amallab, o'zimni ko'tara olmayman. Xo'p, 13 ta odam bor. Mashinalari Mercedes-Benz G500 Police, xo'p, X7, Lamborghini Urus, Dodge Demon RS6, nima RST, nima bu Alfa Romeo, Mercedes-Benz Solus 65, AMG. Xo'p, endi bu semiyalarni aytadigan bo'lsam, nima desa bo'ladi. Uy cho'tki joyda joylashgan, garaj ham normalniy, yomon emas. Keyin bitta narsasi yoqmadi. Endi yoqmasam aytib o'tishim kerak, to'g'risini aytsam. Semiyada atiga 13 ta odam bo'lib turib, 13 ta odam uchun ranglarni pulli qilib qo'yganlar. Undan keyin adashmasam boron bilan patronga ham dastur pulli qilgan bo'lishlari kerak. Yana bilmadim, balkim shunaqa qilgandirlar. Yo'g'ini eshitmadim, lekin rangni pulli qilibdilar. To'g'risini aytsam, men hozir o'zimning semiyamda, Sochidagi semiyamda 23 ta odam bor, lekin men pulli qilmaganman. Bilet shunda kichkina semiyani odamlar kam semiyani anasini pulli qilsa hech kim indamaydi, lekin bilet 23 ta odam bo'lib turib, men bu narsani pulli qilib qo'yadigan bo'lsam, darrov men sen yo'qsan qilib mana bu narsa qilishadi. Shuning uchun bilet to'g'risini aytsam yoqmayapti. O'z uyoni hamma narsasini yig'ishtirib turib bu serverga o'tiramanmi deyman-da. Hop, keyin mana sizlarga aytgan ikkita mashinam Mercedes-Benz W124, keyin Niva Urban. Nivani buni ham abmen qilib oldim. Abmenga oldim. Sport anulari bor. Sport nitra qo'yilgan. Merc Stock. Klaviaturani o'zgartirib qo'yishibdimi? Nimaga? Yo'li o'zgarmagan, lekin tashqani o'zgaribdi. Xo'p, birinchi o'chirib biz har doimgidek qiladigan ishimiz
Klaviatura ishlamayapti, to'g'ri? O'zgartirishibdi-yu. Mashinani anisini qaranglar. Benzin, ochiq yopiq motorlar o'zgartirishibdi, normalniy. Kichkina qilib qo'yishibdi, shunisi bo'lmabdi. Darvoza ochilmas ekan, mayli. Anu razorotga kirgan paytdagi chiqadigan zvukni ham o'zgartirishibdi. Urilganda zvuk qo'shishibdi. To'xtanglar, sinab ko'raman. Urilgan paytda mashina buziladimi, yo'qmi? Devorga borib tekshirib ko'raman. Mas, so'ka. Mashina turmaydimi endi? Mayli, o'zimiz turg'izamiz. Turmasa turg'izamiz-da. Aylan balakat. Aylana qo'y endi. Давай, ой, давай. Ana. Urilganda buziladigan anusini qo'shmabdi, lekin fizikasini to'g'risini aytsam, hech narsa qilmaydi mashinaga. Yo'qmadi desa ham bo'lmaydi, yomon emas, cho'tki bo'ladi, ajoyib. Menga 50 yoqmadi, 50% yoqdi. Urilganda chiqadigan zvuklar yoqdi, lekin yaxshi cho'tki ishlashibdi. Zvuk o'chirib qo'yib yoqmayapti, to'g'risini aytsam, ana burilgan paytani chiq qilib chiqadigan ovozlar bor-ku, o'sha yoqmasdan boshladi o'zi. Xo'p, bugungi qiladigan ishimiz. Men bu Niva bilan Mercedes sotib olib turib, podarkada yotgan Nivani olishimiz kerak. Unda hozir men anuni vaqtni cho'zib o'tirmasdan zadaniyalarni qilib turib, Rinkga borib olib, o'shdan videoni davom ettiraman. Xo'p, do'stlar, to'g'risini aytsam, men hozir uje ozgina yuribman, mana burilgan paytda chiqadigan ovozdan to'ydim. Yoqmasdan boshlayapti uje. Bir narsani eshitib tursa ham odamga yoqmasdan boshlaydi. Bo'pti, uni zvuk o'chirib ham hal qilsa bo'ladi. Men hozir o'ylaydigan narsam 392 ming pulim bor. Zadaniyalarni bajarib bo'lib, bu yoq qilib, yana 10 ming topsam, shu bilan 400 bo'ladi. Bankka borib, anisini to'lab olishim kelib, bir kun qolibdi, pulini to'lab olsam, mayda chuydasi bilan chiqadi-da pul. Keyin stok mers bor edi, uni Rinikda sotsam-mikan, Goskiga uchirib olsam-mikan. Rinikda sotsam 300 larga tiqa olarmikan mana bu kimga? Endi hozir bu mahal Rinikda odam kam bo'ladi-yu, bu narsa qilib tiqsam bo'lar, balkim. Yana bilmadim, balkim tiqa olmasman. Harakat qilib ko'raman bitta. Lekin meni hozir asosiy qiziqtirayotgan narsa tushunmadim. Men bu nima 7 kun qoldi deydimi? Nimaga? 1 kun qoladi-yu. 7 zenga almashtirishibdi, 7 kun qoldi. Bo'pti, men kalendarga kirib qarayman, 7 kunda nimalarni olsam bo'ladi. 1 2 3 4 5 6 7. Men bu 1500 XP ga chekelar ekanman 7 kunda. 15 dan o'tar ekanman, men bo'lmishga esa olsam bo'lar ekan. Bilet, lekin XP ga yetmas ekanman. Xo'p, mayli, nima bo'lsa bo'ldi. Chiqamiz. Yana ikkita zadan yoqsam, men bu keyni ochib olar ekanman. To'xtanglar, bu keyni sotsam nima beradi menga? Hech baqa bermaydi. O'tir mashinga. Mashinga o'tir, mashinga. Hop, pastda bor ekan. To'xta, shuni birato'la arzga boring. Arzamasda topiladi. O'zi qolgan 3 ta zadani ham hammasi arzamasda qilinadi. Birato'la bankka kirib pulni ham to'lab olaman. 10 Black coin'im bor ekan, uni pulga aylantirsam-mikan? Ayyo, men
Hasanboy aytuvdilar, agar nikizni oxiriga nimadir deb qo'ysangiz, ikkinchi rang qilaman dedi. Atak menga farqi yo'q, qo'ysam qo'yib yuboraveraman, chunki mendan minus ham, plus ham bo'lmaydi. Menga plus bo'ladi, rang ko'tarilgani. Mashina o'shanaqa plus bo'lishi mumkin, minus bo'lmaydi lekin. Urilganda nimadir singanni ovozi chiqyapti, lekin hech narsa sinmayapti. Balakat ishtirafga tushdim, yo'q joydan. To'yib ketdim bu ovozdan boru. Voy, shuni bekor qo'shishibdi boru. Menimcha bu bunaqa ketish bo'lsa olib tashlashadi buni. Qo'yishmaydi u zvukni. Kartada igruklarni oppoq qilib ko'rsatadigan qilishibdi. To'xta, kartaga bu narsa qo'shmaganman o'zi. Hech narsa qo'shilmagan. Hech narsa qo'shilmagan kartaga. Lekin mana buni bilan o'zgartirishibdi. Endi o'zgartirish kiritish kerak ekan. Baribir o'zgartirib turgan yaxshiroq. O'zgarishsiz qolib ketsa. Keyin do'stlar, men bitta narsa miyamga kelib qoldi. Xullas kecha Sochida normalniy o'zgarish qildim o'zim uchun. O'zgartirish kirgizdim. Bir ikkita ishlarni ko'rmoqchi bo'lib o'zgartirish kirgizdim. Menga yoqdi desa ham bo'ladi, yoqmaydigan joyi ham bo'ldi. Endi bu serverda mana shu haqda armiyaga ishga kirib qo'ysammikan, ishga kirdimmi, armiyaga kirsammikan deb turibman hozirchalikka. Ko'ramiz. Agar mayli, menga farqi yo'q. Eplasam, mana shu videoda armiyaga kiraman, bo'lmasa keyingi videoga qoldiraman uni. Buguncha hozir qiladigan ishlarimiz normalniy, yetarli. Menimcha o'zi shular bilan ham video yarim soatga cho'zilib ketsa kerak deb o'ylayman. Hozir asosiy qiladigan ishlarimiz zadaniyalarni bajarib turib, to'g'ri ringga borib, ringda mashinamni sotishim kerak. Shu bilan o'zi menimcha buni sotsam, buni ham 300 ga tiqaman, ana Mercedes ham 300 ga tiqaman. Agar o'xshab qolsa, ikkalasidan chiqib qolsa bir 500 lar chiqsa kerak. Podarkada bitta turibdi, uni goskasi 175 bo'lsa, uni 250 larga ko'ndirib bu narsa qilib tiqarsam. Ko'ramiz, ishim o'xshab qolsa, menda yo'qotaman, bo'lmasa sotib yuboraman nagli. 25 bo'lsam nima beradi? Keys berar ekan, mayli. Qancha qoldi? Yana 600 yig'ish kerak ekan. To'xta, harakat. Zadaniyaga o't. Bunga o't, ikkita qolibdi, 400. Bo'pti. Qayerda boryapti? Oho. Yo'q, yani vokzalga boraman, tinchgina, arz vokzaldan yaxshisi yo'q. Mashinadan chutki narsa yasasa bo'ladi boru, lekin unga normalniy pul ketib qoladi. Sal boyib ko'tarilib olgandan keyin bitta yasayman. Chiroyligina qilib. Bitta blogani YouTube'da blogerda ko'rib qoldim. Bloger emas, YouTuber endi mana shu Crash o'ynaydi. Nivan chutki qilib qo'ygan boru. Mana men endi o'shanaqa qilsam hayot go'zal bo'lib ketadi. Qanunda ketdik. Arz vokzalga borib turib ishda ishlarni hal qilib olaman, lekin undan oldin to'xta palakat. Nimaga kirib o'tishim kerak? Voy. Aylanib turib yana shu qizilga tushamanmi? Palakat. Birinchi o'chirt bankka boraman, uy pulini to'layman, keyin arzga boraman. Ikkita zadaniya o'shda bor, vokzalda, arz vokzalda o'shdan qolib turib, keyin shu bilan to'g'ri ringga qarab uchamiz. Ishqilib ringda ham normalniy mashinalar bo'lsin-da. Endi yo obmen qilgani, yo sotib olgani. O'zi hammasini sotsam 1 milliondan oshiqcha pul chiqsa kerak menimcha. Hop, bu yerda shotni qaraymiz. Birinchi o'chirt ishtirok to'laymiz. Keyin shotni qaraymiz. Shotda 0. To'xta, shotga pul tashiymiz. Qancha?
men bilan hech narsa qilmaydi. Bo'pti, olana 10 ming tashiyman. Lekin ana pul yechish, pul qo'yish, o'shalarga ham zuk qo'yishibdi boru. 4 kunga to'lasa bo'ladimi? 3 kungacha. To'lab bo'ptimi? 2 kunga to'lasa bo'ladimi? 1 kunga to'lasa bo'ladimi? O'tani всё. Chat yondi o'zi. Nimaga bu chatdi? Men bu hozir Wi-Fi dan o'tdim, nima qotib qoldi? 3 kunga to'ladim, 2 kunga to'ladim, 1 kunga to'ladim. 4,5 minus, 3 ming minus, 1,5 ming minus. Qo'shganda 6 ming, 9 ming. Hammasini bitta to'lab olsam bo'lmasmidi? Bo'pti, ketdi. Ichidan deb ketish boshqachada. Zuk izvordi lekin boru. Sizlarga hozir eshittirgan bo'lardim-ku, lekin endi birinchi eshitganinglarda sizlarga ham yoqadi. Endi o'yinga o'zingizlar kirib ko'rganinglar yaxshi. Men hozir endi qiziqishni o'ldirib tashamay. O'zingizlar kirib aniq ko'rganinglar yaxshi-da baribir. Hop, buni oldim. Dedushkan oldidan bu yoqroqqa o'tib turib, qani bu yerda ana? Ha, mana. Siz urilganda buziladigan, mashina buziladigan qo'shishganda yaxshi bo'lardi lekin. Hamma narsaga zuk qo'yishganmi? Nima balo? Yurmasdan qo'yib chiqishibdi shuni. U qancha. Yomon emas. Yo'dan ko'ra bor. Shotga. Hop, yo'qqa o'tamiz. Bo'ldi, bu yerda hech narsa qolmadi. Endi semiyaga qo'shilganim uchun adashmasam menga uy kerak emas. Chunki semiya ishonchli semiya, to'g'risini aytsam bilgan. Endi yesichaga uy kerak emas. Shuning uchun agar kimdir Kalugada bo'ladigan bo'lsa, yordam beraveringlar, kelinglar, o'sha uyni olinglar mendan. Qancha 150 mingga olgan bo'lsam, o'sha 150 ming narxida berib yuboraman. Ozgina kuchaytirilgan boshqasidan chasiga. Maylik. Pravam bormi? Bor. Yo'q, kelamiz. Работа da. Endi avtobus olamiz. Давай chiqar. F G L Q da 100 rubl. Farqi yo'q. Bo'ldi, zadaniyani bajardik. Endi zadniy xod. Всё, tush mashinada. Ketdik. Bo'shatishda. Bir tiyin ishlamayapti bu joyda. Ana bo'ldi. Endi to'g'ri ringga qarab uchsak ham bo'ladi. Kiyatdi. Benzin qolmabdi, yo'lda benzin sog'olish kerak. Ringga oldi, zapravka bor, o'shdan sog'ola qolaman. Hop. Banda. Men hozir tushunmayotgan joyim, bu akta ikkita slot bor ekan. Qanaqa qilib ikkita slot bo'ldi? Men shunga tushunmayapman. Men Blackcoin'ga slot olmadim. O'zi zo'rg'a 50 yig'ib turib nikimni o'zgartirdim. Hozir yana 50 yig'ib turib yana nikka o'zgartirishim kerak. Birato'la aytishganda to'g'rilab qo'yardim-da. Yo o'zim shoshildimmi? Mayli, nima bo'lsa bo'ldi. Urilgandagi zuk yo'qotdi lekin menga boru. Cho'tki zuk chiqyapti. Sizlarga hozir buni eshittirib o'tirmayman. Qiziqib qolmaydi bo'lmasa, tinchgina o'yinga o'zingizlar kiringlar, o'zingizlar o'ynab his qilib ko'ringlar buni kayfini. Men burilgandagi zukka o'rganib ketdim, to'g'risini aytsam. Darrov. Endi e'tibor ham bermayapman hozir. Tak urilgandagi zuk yomoncha odamga quloqiga yoqotdi boru. Qani ringga borib ko'raylik, ringda o'zgarish bo'ptimi, bo'lmabdimi ko'ramiz.
Lekat yo joydan 5500. O'lib ketaman. O'lib ket, plus. Xo'p, bu yoqqa kelamiz. Takkoy mashinalari bormi? Xo'p, mayli unda do'stlar, bu yog'ini sizlarga ko'rsatmayman. O'zim bir ikkita qiladigan ishlarim bor, o'shalarni qidirib so'radi. 300. Olmoqchiman. Mayli unda sotib bu narsa qolib turib, Taminali. Bo'pti do'stlar, unda bularni sotib turib, keyin davom ettiraman. Hop, xullas do'stlar, bu palagat normal mashina ham yo'q, odam ham yo'q, o'tirib zerikib ketdim o'tda. Kechroq kirib sotarman, balkim. Voy. O'zi mashinam benzini qolmagan. Nima qilsam ekan? Nimani go'skaga uchirib yuborsam ekan? Mersi hozir go'skaga uchiradigan bo'lsam, runa 600 ming pul chiqadi. Narigi nimani chiqarib turib, ikkalasini sotib bu yoqqa qo'ysam bo'ladi. Ну да. Mersi ko'raylik-da. Mersi qancha chiqaradi? 3,5 milliga. Nima bu? HP 823 30 60 30. Network ID 202, model ID 2558. Shu mashinaniki. Nima chiqaryapti bular? Model ID 542, Network ID 205, HP 94. HP'sini ko'rsarkan bu. Voy. 94% jon. HP'larni ko'rsarkan bu. Voy. Ey, nima bo'ldi? Motor nima balo bo'lib ketdi? Voy. Pauza. Xo'p do'stlar, men bu yoqqa keldim. Hozir endi ishlarim o'xshamaydi, bu narsa bo'lib, xullas normal odam chiqmadi. Bu yoqqa kelib turib mashina remontini bor qilib, ishni qilaman desam, shunda ryukzakka bosdim. Men bunaqa qaranglar. Nima balo bu? Arjala uchun nima ham? Qanaqa qilib ishlatadi endi buni? Вот где masala. Tushunarli. Runa 1000 bo'ldi. Aydiganlari. Xo'p, mayli unda do'stlar, men sekin mana shu videoni tugata qolaman. Chunki hozir o'zim serverimga kirib turib, bir ikkita qiladigan ishlarim bor. Juda ham qiziqib ketyapman, to'g'risini aytsam. Xo'p, mayli unda do'stlar, sog' bo'linglar, charchamanglar. Keyingi videoga adashmasam, mashinalarni sotib olib, уже normalniy 1 millionlik mashina olib qo'ygan bo'laman. Mayli unda do'stlar, sog' bo'linglar, charchamanglar, salomat bo'linglar. Men videoni tugatdim.